Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Agromat YouTube kanalimizda ko'p kishi qiziqayotgan, hamma so'rayotgan T118 mini traktorimizni obzor qilamiz. Traktorimiz 18 ot kuchiga ega, bir portion, faqat orqasi tortadi. Yoqilg'i salarka soatiga nagruzkada uzog'i 2 litr salarka yeydi. Qalasida qotda 1 litrdan ham kam salarka yeydi. Kalitda statorda zavod bo'ladi. Rollari mexaniki bo'lmasa ham juda ham yumshoq ishlangan. Tablosida necha soat ishlaganini ko'rsalaringiz bo'ladi. Traktorimiz panelni pavisi jami 6 ta skorosti bor. Xo'p, traktorning orqasida vomi bor. Bemalol qishloq xo'jalik agregatlarini ulasalaringiz bo'ladi. Vomi 540 720 оборотda ishlaydi. Komplektida mana shunaqa 110 lik frezasi bor. O'ziga moslab turib ikki korpusli plug yoki chizel qo'ysalaringiz bo'ladi. Arava torta oladi bemalol. Orqa balonni agatga moslab turib kengaytirib turatirsalaringiz bo'ladi. Xo'p, traktorning narxiga keladigan bo'lsak, T118 mini traktorimiz перечисленияga yoki mahalla hokim yordamchisi orqali kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimizga 55 million so'm komplekt frezasi bilan naqdga oladigan akalarimizga xudo xolasa kelishtirib arzonroq beramiz. Manzillarimiz Vohadan kelganingizda, Erkin postdan Toshkent kirganingizda o'ng qo'lda yoki Vodiyga bormoqchi bo'lsalaringiz, Qo'qon, Dang'ara, Zapchas bozorida ham filiallarimiz bor. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa like bosing va pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar, yana ham batafsilroq tushuntirib, narxlarini chiroyli qilib arzonroq narxlarda qilib beramiz.